O'zbek fuqarolari darhol ogoh bo'ling. O'zgidromet 10-11-12 may kunlari qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, juma kuni kunduzi harorat 34-37 daraja atrofida bo'ldi. Janubda esa 39 darajagacha bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning shimoliy g'arbiy hududlarida havo biroz salqinroq bo'lib, harorat 28-33 daraja atrofida bo'ladi. 10-mayda O'zbekiston hududining katta qismida yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin. Nisbatan salqin ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kunduzi havo harorati 20-25 darajadan yuqori bo'lmaydi. 11-mayda Toshkent viloyati, Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechasi va ertalab, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qolgan hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 2-3 darajagacha ko'tariladi. 10-11-mayda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha, 19-10-mayda ayrim joylarda, ba'zi joylarda 23-25 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bo'lishi mumkin. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 10-11-mayda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkentda 8-9 may kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 8-mayda 34-36 daraja, 9-mayda 30-32 daraja bo'ladi. 10-mayda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja bo'ladi. 11-mayda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 darajagacha issiq bo'ladi deyiladi xabarda.